Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sizlarni yana futbolchi oqilonasi kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan men Dilshod Salihov bo'ladi. Bugungi mavzuyimiz transferlar. Real Madriddagi transferlar haqida qisqacha to'xtalamiz. Jahon chempionatini kuzatib qo'ydik. Mana yana 4 yilga xayrlashdik hamda Ispaniya fantastik tarzda chempion bo'ldi. Hamda Ispaniyani o'sha tarkibidagi eng buyuk, eng yaxshi o'yinchilardan, eng sifatli, eng zo'r o'yinchilardan bittasi bu Rodri bo'ldi. Ya'ni jahon chempionati ham eng zo'r o'yinchisi bu Rodri bo'ldi. Aynan shu Rodriga Real Madrid qiziqayotganligi haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Birinchi mavzuyimiz aynan bu Rodri. Bilamiz, Rodri o'zi Florentino Perezning yoqimtoy futbolchisi bo'lgan, shu kungacha uni doim o'sha asosiy transferlar maqsadi qilgan, ya'ni o'sha oltin to'p olgandan keyin Vinicius emas, Rodri olgandan keyin Rodrini jamoaga jalb qilish bo'yicha ishlarni olib borishni buyurgan, harakat qilgan. Lekin mana hozirgi oxirgi paytda chiqayotgan ma'lumotlarga ko'ra, o'sha Rodrini o'z Real Madridga o'tishni qattiq xohlayotganligi, lekin Florentino Perez tomonidan hozircha bunga ruxsat berilmayotganligi haqida xabarlar chiqyapti-da. Bu biroz bir-biriga qarama-qarshilik tuyuladi, lekin aslida bunga sabab bor. Nimaga deganda, Real Madrid Florentino Perez qo'l ostida doim Rodrini olishga harakat qilgan. Rodri o'sha transferlarning asosiy bunaqasi birinchi raqamlisi bo'lib kelgan, lekin bu yaqinligini saylov bo'lib o'tdi. Saylovda o'sha uni raqibi Enrique Iglesias shu ikkita o'yinchini nomini aytib qo'ydi-da. Rodri bilan Holland deb qo'ydi. Rodri va Hollandni olib kelamiz. Rodri bilan o'sha dastlabki kelishuvlar bo'lgan. Holland bilan esa endi muzokara o'tkazamiz deb qo'ygan. Bu narsa o'sha Rodriga kelgan atvet tariqasida intervyu olinganda unga rozilik bildirgan, ya'ni shunaqa kelishuv bo'lgan degandek mazmundagi intervyu berdi. Holland esa umuman bizga hech kim bog'lamadi, biz bundan xabarimiz ham yo'q, nima haqida gap ketyapti o'zi dedi. Shunchaki Real Madrid eng zo'r klub deb qo'ydi bo'ldi. Aynan mana shu narsa, bu bilamiz, Florentino Perez prinsipialniy odam. Florentino Perez bu butun manfaat turganda o'zini prinsipi bilan ish qiladigan odamda. Unga jamoani taktika strukturasi umuman qiziq emas. U shu brendni, nomini o'ylaydigan odamda. O'shaning uchun uni raqibiga bilan og'zaki kelishuvga erishgan odamni bu hozir olib ketgisi kelmayapti. Nimaga deganda, endi ikki tomonlamali o'yinda. Rodri ham, misol uchun, Rodri ham naqsa Realga o'tish uchun har qanaqa ish qilib ko'rdi. Bu Florentino Perez tomonidan xiyonat deb ko'rildi. O'shaning uchun ham Rodriga keskin zapret tushgan edi. Lekin jahon chempionati fantastik o'yin ko'rsatib bordi-da, o'zi kutilmaganda. O'zi misol uchun agar Rodri el qatori o'ynaganda, misol uchun Enzo Fernandesdagi yoki misol uchun Rabiotdagi oddiyroq o'yin o'ynaganda edi, unga hech kim e'tibor bermasdi. Lekin eng zo'r o'yinchi bo'lib turgan holatda ham Florentino Perezni endi rad etib bo'lmaydigan holatda bo'lib turibdi-da. Ya'ni o'zi aytayapti, Real Madridga kelish borgim kelyapti deyapti, Manchester City unga taklif bildiryapti. Ya'ni shartnomani yengillashga harakat qilyapti, lekin u rozi bo'lmayapti, faqat Real Madridga o'taman deyapti. Buni Florentino Perez o'z navbatida xiyonat bo'lyapti. Blok qo'ygan transferga qiziq holat. Aynan mana shuni Ispaniyadagi Rodri masalasini jahon chempionatidan oldin bitta shu Rodri deb ikkita o'yinchini o'zi qurbon qildi-da o'zi. Misol uchun jahon chempionati oldin bitta video olganimizda har bitta top terma jamoadan bittadan Real Madrid o'yinchisini qilib qo'ymoqchi va o'sha jahon chempioni tarkibida Real Madrid futbolchisi bo'lsin degan nom uchun harakat qilyapti degan joyimiz bor edi. Aynan shuning uchun Ispaniyadan ular Rodri, o'zi azaldan Rodri deydi. Jahon chempionatidan oldin Rodrini tutib olib, Real Madrid tarkibidan borda Rodri demoqchi bo'lishdi bular. Lekin Rodrini bunaqa qovunchini qo'ygandan keyin ular bor e'tiborni Kukuryellaga berdi. Rodri masalasi eng optimal variant edi. Nimaga? Chunki Real Madriddagi nozik nuqtani yopardi taktik jihatdan. Hamda Ispaniya tarkibida Real Madrid o'yinchisi bo'lardi. Lekin Rodri masalasi ketgandan keyin uje bular bitta ham Ispaniyadan o'yinchi bo'lish kerak, ham
misol uchun yarim himoyani yopish kerak bo'lgan optimal bitta variant topolmaganligi uchun bular ikkita nomzodga to'xtalishdi. Ispaniya tarkibidan Kukuryellaga to'xtalishdi. Yarim himoya masalasida Bernardo Silvaga to'xtalishdi. Ya'ni bitta Rodrini olmayman deyish uchun ular ikkita o'yinchini olib kelishdi. Endi eng qizig'i ular Rodriga ham rozi bo'lishmoqchi. Endi Rodrini ham olib kelishmoqchi. Qiziq bir transferlar g'alati ketyapti. Mana Ispaniya chempion bo'ldi. Ispaniya tarkibida Kukuryella Real Madrid tarkibi sifatida, futbolchi sifatida naqldi, ya'ni chempion bo'ldi. Yaxshi ham Kukuryella zo'r o'ynab berdi. Eng zo'r himoyachilardan biri. O'sha ramziy jamoaga kiritildi, zo'r o'ynadi. Rodri ham fantastik o'ynab berdi va chempionlik uchun asosiy sabab bo'lib berdi. Endi mana shu zo'r o'ynagani uchun ham Florentino Perez va atrofidagi muhit uni Rodriga ko'ndirishmoqchi. Endi men bilishim bo'yicha baribir shartnoma tuziladi. Lekin uni olgandan keyin Bernardo Silva nimaga kerak edi bunaqada yoki Kukuryella olgandan keyin Franni nimaga qo'yib yuborishdi misol uchun. Bekorga futbolchilar qurbon bo'lib ketdi. Men o'ylayman, что Mourinho kelgandan keyin men karyerasi bilan o'ynamayman men. Menga Kukuryellani olib kelib ber demaganda u. Florentino Perez Kukuryella keladi degan, Mourinho bo'pti, xo'p o'ynatamiz degan. O'shaning uchun ispan bo'lganligi uchun Kukuryellani tanlashdi. Vaholanki Rodri eng optimal variant edi. Men haligacha Rodri masalasini nima deydi, qo'llab-quvvatlayman. Lekin endi Rodri kelsa, shundoq ham o'yinchilar ko'payib ketib qoldi. Kim qayerga joylashadi degan masalada Rodri keladigan bo'lsa, do'stlar, bular Tchouaménini ochiq transferga qo'yishadi. Bilamiz, o'sha Manchester Unitedning afsonasi Rio Ferdinand degan podkasti bor. O'sha yerda aytganki, bular endi mana Casemiro ketdi-ku, Inter Miamiga ketgandan keyin opornik va pozitsiyasi bo'sh qolgandan keyin bular dedi, nima qilib bo'lsa ham Manchester Unitedga topdi. Manchester United nima qilib bo'lsa ham Tchouaménini olish kerak. Bo'ldi, nima qilib bo'lsa ham olish kerak edi. Transferlarga chiqmasa ham chiqish kerak, Real Madridga pul berib bo'lsa ham olish kerak edi. Nimaga desa, chunki Casemironing o'rnini Tchouaméni bosa oladi. Chunki mana dunyo futbolida opornik, ya'ni topga sentralniy opornik polzashitnik juda ham kamayib ketganda. Ya'ni kutib oladigan buzg'unchi o'sha himoyachilar kamayib ketgan. Misol uchun Casemiro shunaqa edi, kutib olardi, lekin teppadan sentralniy polzashitnik deyiladi, boshqa funksiyalarni o'sha Modric hamda Kroos bajarardi. Endi buni Manchester United Tchouaménini olib kelmoqchi, chunki buni pozitsiyasida boshqa bunaqa o'yinchilar yo'q. Chunki eng misol uchun Tchouaméni hozir sentralniy opornik polzashitnik sferasida, ya'ni shu pozitsiyasida eng bitta eng zo'r, eng ideal, eng universal o'yinchi. Lekin misol uchun uni o'rniga boshqa yo'q-da, variant yo'q. Misol uchun Declan Rice ham u buzg'unchi bo'lgan taqdirda ham teppa vazifasini bajara oladi, ya'ni u himoyachi emasda. Tchouaménini plus tomoni opornik hamda zashitnik vazifasini bajara olardi. O'shaning uchun bular shu aynan Casemironi o'rniga, ya'ni Casemironi ko'rdik-ku qanaqa Manchesterga katta effekt bergan. O'shaning uchun bular Tchouaménini olib kelmoqchi. Va men bir oy oldin men Real Madridni Tchouaménisiz tasavvur qila olmasdim-da. Ya'ni o'tgan mavsumdagi misol uchun Real Madrid tarkibida 3 ta eng almashtirib bo'lmas o'yinchisi bor edi. Bittasi Courtois darvozamizdagi, ikkinchisi Tchouaméni, uchinchisi Mbappe edi. Mana bularsiz jamoa bir xavotirlanarli joy bo'lardi-da. Ya'ni misol uchun opornik bo'lmasa bir xavotir olasiz, Lunin tursa ham bir xavotirlanasiz. O'shaning uchun Tchouaméni almashtirib bo'lmas o'yinchi edi. Lekin hozirgi misol uchun shu bir oydan keyin bunda o'ylab qarasak, bu Tchouaménini ketishi naborot optimal variant qilar ekan. Nimaga deganda, misol uchun mana o'yinchilar kelyapti-ku. Misol uchun Bernardo Silva keldi. Unga joy topish kerak bo'ladi. Ya'ni misol uchun bir Oliseni olmoqchi, ya'ni Diamondeni olmoqchi misol uchun. Bularga ham endi birozdan keyin to'xtalamiz. Undan tashqari o'zimizda ham misol uchun Bellingham bor yoki misol uchun Valverde bor. Ularni qanaqa joylashtiramiz desa, mana shu yerda qiziq bitta taktik qilib bermoqchi edim sizlarga. Qachondir men bu narsani sizlarga ishlataman deb o'ylamadim. Real Madrid misol uchun mana yarim himoya deydigan bo'lsak, 4 ta himoyachida o'ynaydi. Mana chap qanot, ikkita markaz hamda o'ng qanot himoyachisi.
Mana Chouameni mana bu yerda o'ynaydi, to'p. Chouameni bu yerda o'ynaydi. Bu betga ixtisoslashgan. Mana bu yerdagi o'yinchilar, bular CP. Bu Chouameni agar himoyaga qaytsa, zo'r o'yinchi, shu yerda o'zi zo'r o'yinchi, eng zo'r, bestseller deydi-ku, xuddi shunaqa. Lekin bu tepaga chiqadigan vaziyatda bu oddiy o'yinchi bo'lib qoladi. CP bo'lsa bu oddiy o'yinchi, bir kreativность bor, hech nimasi yo'q. Shunchaki ko'p top o'tdan olib betga oshib beradigan, betdan olib qochib beradigan oddiy o'yinchi bo'lib qoladi-da, tushunasizlarmi? O'shaning uchun ham bu bizga to'p qachon kerak bo'ladi? Qachonki siz himoyalanadigan tarkib bo'lsangiz, ya'ni himoyalanadigan o'yinchi bo'lsangiz, kontratakiga ixtisoslashgan. Kechasi Real Madrid siz 60-70% siz yuqorida o'tadigan. Misol uchun Bellingham, Mbappe, Vinicius bilan birga o'tadi. O'yinda 60-70%. O'shaning uchun bizga to'p kerak emas bo'ladi. Agar bizga to'p kerak emas bo'lsa, demak bizni ya'ni bitta CPni qila olamiz. Ana o'shanda, misol uchun bu yerda Bernardo Silva, bu yerda Valverde, bu yerda Jude Bellinghamni qo'ya olsak bo'ladi. Ana o'shanda 4 ta himoyachi, 2 ta CP va bitta SAP, ya'ni central atakuющий poluzashitniklar bilan o'ynayveramiz. Endi to'p bo'lmasa nima bo'ladi degan masala bor. To'p bo'lmasa hozir butun dunyoda mana tizimlashgan futbolda misol uchun Guardiolani shogirdlari, Maresca, Arteta hammasi bu to'psiz o'ynayapti. To'p hozirda dunyoda yo'qolib ketayotgan pozitsiyalardan bittasi. Ya'ni unga ehtiyoj uji yo'q. Ya'ni misol uchun Manchester Cityni, Arsenalni qarasak ham buzg'unchi o'yinchidan ko'ra nazorat qiluvchi hamda o'yinni boshqaruvchi bo'lgan funksiyali o'yinchilar olinyapti. Misol uchun Declan Rice, misol uchun Rodri, hammasi ular nisbatan to'pga qaraganda CP bor. Agar biz bunaqa pozitsiyaga o'tadigan bo'lsak, biz yana bu yerga Enzoni ham olib kela olamiz. Enzo Fernandes ham kelishi mumkin. Qiziq holat bo'ladi. O'shaning uchun endi qarang. Chouameni CPda oddiy funksiya bilan o'ynagandan ko'ra, umuman o'ynamagani ma'qulroq degan xulosalarga kelinadi. Misol uchun mana PSJni kechirasizlar, Ispaniyani Fransiya bilan o'yinida ko'rdik. Bu yerga misol uchun Rabiotni qo'ydi-da, bu yerga Chouamenini qo'yapti. Chouameni hech nima qilib bera olmadi-da. Chouameni hech nima qilib bera olmadi. Ya'ni tepada u unaqa zo'r o'yinchi emas. Yarim himoya, to'g'ri Ispaniya misol uchun yarim himoya juda kuchli yeb qo'ydi. Fransiya yarim himoyasini yeb qo'ydi. Umuman hujumga ham yo'l bermadi-da. Umuman olganda Chouamenini tepa funksiyadan sinab ko'rgandan ko'ra, uni 120 million, 150 millionga Manchester Unitedga sotib, undan ko'ra boshqa futbolchilarga rotatsiyaga imkoniyat ochgan yaxshi bo'ladi. O'shaning uchun Chouamenini bir oy oldin men qildim, jinniman nimaga sotishmoqchi bu degan vaziyatdan sotish kerak degan xulosaga keldim. Endi bu narsa Rodriga bor. Agar Rodri keladigan bo'lsa, Chouameni sotiladi do'stlar. Undan tashqari yana bitta qiziq holat bordi. Bizda mana kechagina xabar chiqdi. Real Madrid Red Bull Leipzig futbol jamoasiga 100 millionlik shartnoma yuborgan Diamonde degan futbolchi uchun. Kim o'zi Diamonde? 19 yoshli afrikalik bola, Senegalmidi yoki Kamerunmidi? Uni pozitsiyasi o'ng qanot hamda chap qanot hujumchi, ya'ni winger sifatida o'ynay olar ekan. Ko'pchilik buni o'sha ko'p ekspertlar aytayotdiki, bu o'sha Olisega alternativ edi. Olise A variant edi, B variant bu Diamonde bo'lgan, bo'ldi A variantdan kechildi, endi faqat B variantga o'tildi deyilyapti. Undan tashqari o'sha xabarlar bor, ya'ni xulosalar chiqarilyapti va men o'ylamayman unaqa deb. Baribir Olise Real Madridning asosiy transferlar maqsadi bo'lib qoladi. Mayli bu yil kelmasa ham keyingi yil harakat qilib ko'radi. Nima bo'lgan taqdirda ham, chunki Florentino Perez bu biramiz brend orqasidan pulga degan odam, unga umuman qiziq emas. Misol uchun puli qiziq emas, u qaysi pozitsiyada o'ynaydi qiziq emas. Olise hammani og'zida Olise bo'ldi, uchun Real Madrid top kelishi kerak degan naqasi bor, prinsipi bor.
Va Diamonde masalasi bu alternativ emas. Bu bu yerda shu qiziq holat bo'lyapti. Mana Diamondeni o'ng qanotda o'ynatib ko'radi. O'tga o'ng qanotga biz Oliseni baribir olib kelamiz. Aynan o'shanda Diamonde chap qanotga o'tadi. Chap qanotda esa biz bilan shartnomani tuzishni xohlamayotgan Viniciusni o'rniga olyapti Diamonde. Nimaga desa, misol uchun mana 1 yildan beri Vinicius bilan shartnoma tuzyapti. Shartnoma tuzishni xohlamayapti. Ya'ni o'tda keltirilgan summalardan qoniqish hosil qilmayapti. Vinicius u o'zini dunyoning eng zo'r o'yinchisi. Tasarrufotda men eng ko'p oylik olishim kerak deyapti. Mbappe bilan bir xil oylik olishim kerak deyapti. Menga o'sha imzo chekkanim uchun menga priz pulni berishingiz kerak deyapti. Mana shunaqa holat dunyo futbolida shunaqa bor. Misol uchun siz shartnomangiz bor. Shartnoma tuzganingizdan keyin jamoa sizga prizovoy pul beradi. Misol uchun 1 million, 2 million. Mana kech misol uchun Husanov ham 2031 gacha shartnoma uzaytirgan bo'lsa ham, shartnomani uzaytirdi, o'zi shunaqa oylik oshdi. Undan tashqari yana bonus sifatida pul ham beriladi. Rahmat, shartnoma tuzganing uchun 1 million, 2 million dollarni beriladi. Misol uchun. Bu Vinicius shuni 20 million so'rayapti. Ya o'zi 20 million oylik so'rayapti, plus yana prizovoy fond so'rayapti. Real Madrid esa boshqa jamoalarga qaraganda hech qachon shartnomani yangilaganlik uchun pul beradigan jamoa bo'lmagan ekan shu kungacha. Men aytdim, nima bo'libdi? Bersi beraversin. O'ynayapti-ku Vinicius degan bor edi. Lekin men o'qidim, shu eshitdim yoki qayerdandir oldimki, shu ma'lumotni Real Madrid hech qachon bermas ekanda. Misol uchun qanchadan qancha o'yinchi bilan shartnoma tuziladi, uni oyligi oshiradi bo'ldi yoki prizovoy fond umuman berilmaydi yoki juda ham kam miqdorda beriladi. O'sha 1 million ham berilmaydi misol uchun. O'shaning uchun bu shu prizovoy fond qolyapti. Bu Real Madridni bilamiz-ku, misol uchun Florentino Perez o'zi aytib o'tdi. Eng markazda Mbappe bo'ladi. Sen proyektimizda markazda Mbappe turibdi. Bo'ldi, shu Viniciusga o'z betda joyi yo'q degan edi. Bular endi bahona qilyapti, Vinicius qolsin, iltimos qolsin, bu yerda diplomatik yondashuv bo'lyapti. Lekin menimcha katta ehtimol bilan Vinicius ketsa kerak. Chunki bitta qozonda ikkita bosh qaynamaydi. Vinicius juda ham ko'p xatolar qilishadi. Maydon ichida ham, maydon tashqarisida ham to'g'rini qilgan ishni ham e'tirof etish kerak, lekin xatolari ko'p. O'shaning uchun Diamonde Viniciusga alternativ sifatida olib kelyapti. Ya'ni Viniciusni o'rnini bosish uchun olib kelyapti. Va o'ng qanotga baribir o'sha Oliseni olib keladi. Endi aynan Oliseni olib kelishning sababi ham shu Mbappe bilan connectingni yaxshilash. Ya'ni hozir hujumda Mbappeni bitta o'zi bo'lib qolgan. Bellingham ham nimagadir Vinicius bilan o'ynashni xohlayapti. Mbappe bitta o'zi bo'lib qolgan. O'tda Tchouameni Kamavinga bilan yaxshi, lekin Kamavingani o'zi o'ynamaydi. Bitta Tchouameni umuman orqada bitta o'zi har xil unaqa bo'lyapti. Bitta o'yinni ikki xil taktika bo'lyapti. Misol uchun hamma tiki-taka Vinicius bilan bo'lyapti, lekin Mbappe o'ziga hujum boshlashni orqaga tushib hujumni boshlayapti. Xuddi ana Harry Kane deymiz-ku, hujumni boshlash uchun o'zi pastga tushadi. Benzema hujum boshlash uchun o'zi pastga tushadi, o'zi olib chiqadi. Xuddi shunaqa ikki xil taktika. Bu narsa o'yinga juda katta ta'sir qilganligini o'tgan mavsum provalidan ham bilsak bo'ladi. O'shaning uchun ikkita odamdan, ikkita yulduzdan bittasi tanlandi, bu Mbappe bo'ldi. Buni hozir endi oxirgi paytda ko'p ma'lumot chiqyapti. Arsenal qiziqyapti unga, ya'ni Viniciusga. Menimcha men o'ylayman, shu Diamonde hal bo'lgandan keyin Viniciusga ham o'sha shartnoma, misol uchun do'g'or qilish uchun imkoniyat beriladi. Misol uchun zapret qo'yilmaydi o'sha deb o'ylayman. Shunaqa gap do'stlar. Diamonde masalasiga ham to'xtaldik. Bu Olise ham keladi, Diamonde ham keladi. Endi buni vaqt ko'rsatadi. Undan tashqari yana bitta masala qolib ketibdi. Bu Bastoni. Real Madridning keyingi transfer bu Bastoni. Men unaqa deb o'ylamayman. Bastonini g'irt bizga kerak emas bo'lgan o'yinchi. Nimaga deganda, o'zi bizda shunday ham to'rtta himoyachimiz bor. Misol uchun Konateni oldik, Hausen bor, Rudiger bor. Stabil 3 ta himoyachi va travmadagi Militao bor, Eder Militao bor. Men 4 ta himoyachi normalnaga. Jab bo'lmasa ketmayman desa Raul Asensio ham bor. Misol uchun o'ynamayman desa Raul Asensio ham bor. Endi Bastoni ham nima bo'pti? Yaxshi himoyachi, sifatli himoyachi, to'g'ri, yaxshi sifatli himoyachi, lekin bir nimasi bor. Bastonini bizga to'g'ri kelmasligining sababi u 3 ta himoyachida o'ynaydi. 3 ta himoyachilik taktikada o'ynaydi.
Real Madrid 4 tada o'ynaydi. U Bastoni necha yillardan beri 3 ta himoyachi o'ynagan. Ko'z ochib ko'rdi 3 ta himoyachi. Italiya terma jamoasida 3 ta himoyachi. Interda 3 ta himoyachi. Bu 3 ta himoyachini master klass bo'lib ketgan bolani 4 ta himoyachi tushib qo'ysa, u do'drab qoladi. Sen bu yerda nima qilyapsan? Men nima qilishim kerak edi degan shuguniga tushib qolishi mumkin va u 70 millionga olingan bola oddiygina bitta Raul Asensiodan farq qilmaydigan bitta qo'lni tushiradigan bolaga aylanib qolishi mumkin. O'shaning uchun men Bastonining transferini shunchaki mish-mish deb qarayman va uni transfer qilishni unchalik ham oqlamagan bo'lardim. Lekin baribir umuman olganda birinchi ko'riladigan masala bu baribir o'yinchilarni sotish bo'ladi. Ya'ni sotish kerak-da oldin. Misol uchun Ferlandini, Raul Asensioni sotish kerak. Kerak bo'lsa Eder Militaoni ham sotish kerak. Hali o'shandan keyin mayli Bastonini olsa bo'ladi. Lekin hozirgi holatda Bastoni menimcha bizga juda ham ortiqchalik qilsa kerak. Undan tashqari mana La Ligada chempionatda oldin ro'yxatdan o'tkazadigan futbolchilarni anaqasi ham bor, ya'ni 20-30 tadan oshmasligi kerak misol uchun. Bularga hozir hisoblaydigan bo'lsa, uje 30 tadan ko'payib qo'ygan bo'ladi. O'shaning uchun ham bularda hozir katta, agar hamma uni olyapti, buni olyapti degan odamlarni qo'shgan taqdiringizda ham juda ham qiynalib qolsa kerak o'yinchilarni sotishga. O'shaning uchun nima bo'lgan taqdirda ham Real Madridga omad tilaymiz. Transferlari hamisha o'zini oqlasin. Rodrini ham kutib qolamiz hamda Diamondini ham muvaffaqiyat tilaymiz. Sizlar bilan Dilshod Salih bo'ldi. Rahmat.